Endi biz yuqorida muloyimlik, siliq sipoyilik kuyinishninki oiladagi ba'zi misollarini, ta'lim tarbiya sohasidagi misollarini, da'vatchi sohasidagi misollarini oldik. Hatto bu doiralardan halqib inson bilan hayvonning aloqasi qadar bo'ladi. İslamning ta'limoti shuki, insondan hayvonga muloyim, siliq kuyinish bilan muomala qilishni talab qilyapti. Payg'ambar alayhissalom bir boqqa kirib bir tuguni ko'rdi. Ansarlarning big'iydi. Bu tuguning egasi kim o dedi? Ansarlardan bir yigit kelib, "Mening ya Rasululloh" dedi. "Ma tuguma hozir sendan shikoyat qilyapti. Sen uni och qo'ydi ekansan, uningga egri yuk otib, buni sen jafoda qo'ydi ekansan" degandek bir hadisdan birisi bor. Yani Tabrani Abdullah ibn Ja'fardan akaga hadis. Yani Peygamber Aleyhisselam'ınki bu yukarı hadisini şunu kırıvala alayımız ki dinning ta'limoti, İslamning ta'limoti şu ki hayvonlarga mehribonlik qilish. Ularning taqatidan ortiq ishlarga ularni zo'lamaslik. Hatto hayvonga kuyinganingda uning ma'lum shaklda o'zgarganligini kırıvala alaymiz.